Bugün O'zbekistonimizda juda katta bayram desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Chunki o'zbek tiliga davlat maqomi berilganiga, ya'ni qonun bilan o'zbek tili davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qilinganiga 36 yil to'ldi. Bobomiz Mir Alisher Navoiyning o'sha paytlarda qilgan, ya'ni rejalari, o'zbek tilini davlat tili maqomiga ko'tarish to'g'risidagi niyat, istak, orzulari bugun keng miqyosda butun respublikamiz, nafaqat respublikamiz, balki xalqaro miqyosda ham amalga oshyapti desam, ayni haqiqatda aytgan bo'laman. Bugun o'zbek tilida bir necha minglab olimlarimizning yetib chiqishi va davlat tilimizga berilayotgan ahamiyatni salmog'i juda katta deb hisoblayman. Xabarlaring bor, bugun O'zbekistonimizda juda katta bayram. Mana bugun 36 yil bo'lyapti. O'zbek tili davlat tili hisobida qabul qilingan qonunda 1989-yil 21-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Senati tomonidan qabul qilinganini hisoblaydigan bo'lsak, bir zabardast yigit voyaga yetdi deb agar taqqoslaydigan bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. O'zbek tilini qanchalar o'zini tarixiga ega ekanligini bu yerda ustozlar ko'p o'qigansizlar, yaxshi bilasizlar. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy o'zining dunyoda hali hech kim yaratmagan Hamsa asarini yaratish bilan jahonda, ya'ni turkiy tillarda ichida o'zini adabiyotga juda katta qo'shgan hissasini yetkazib berdi desam, bu ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Menimcha hech kim yo'q bu yerda o'tirganlarning ichida, ya'ni Hamsani bilmaydigan, Layli Majnunni o'qimagan, Farhod va Shirinni o'qimagan, Sa'diy Iskandariyni o'qimagan, Sabbai Sayyorni o'qimagan birorta ham menimcha o'zbek o'g'li, qizi bo'lmasa kerak. Yana shuni ta'kidlash joizki, o'zbek tili nafaqat bugun O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'zini maqomiga erishib boryapti desam, bu ham to'g'ri bo'ladi. Chunki bugungi kunda boshqa davlatlarni, boshqa millatlarni adabiyotshunoslari hech kimga sir emas, butun dunyoga taniqli o'sha Garvard universitetida ham o'zbek tili kafedrasini borligi, Germaniyadagi Alexander Gumboldt fondida o'zbek tili adabiyotiga bag'ishlangan galereyani borligi va bu universitetda o'zbek tilini o'qitayotganligi. Qolaversa, bobomizni Hamsa asari bugungi kunda bir necha jahon tillariga tarjima qilinganligi ham ayni mana shu o'zbek tilini boshqa tillardan hech qanday kam emasligi va adabiyotimizni ham serqirra, ham o'zini jozibadorligi va keng ma'nosi bilan dunyoga tanilganidan dalolat beradi.